Assalomu alaykum. Respublikamizda OIF infeksiyasiga qarshi kurashishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2024-yilda ham bir qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 2030-yilga borib AIDS epidemiyasiga barham berish uchun 95-95-95 strategiyasi olg'a surilgan bo'lib, uning doirasida OIF infeksiyasini yuqtirib olgan shaxslarning 95% o'z maqomini bilishi, maxsus davolash kurslari bilan qamrab olinishi, 95%ning qonida esa virus yuklamasi aniqlanmaydigan darajaga tushishi kerakligi belgilangan. OIF bilan yashovchi shaxslarni davolash bilan qamrab olish darajasini 95% yetkazish maqsadida davlat budjeti global jamg'arma hisobidan retrovirusga qarshi dori vositalari hamda davolash jarayonini kuzatishda qo'llaniladigan reagentlar xarid qilindi. Natijada qariyb 45 ming nafar, ya'ni bemorlarning 89% retrovirusga qarshi maxsus terapiya bilan qamrab olingan bo'lsa, 86% bemorlar qonida virus yuklamasi aniqlanmaydigan darajaga tushdi. Ya'ni ulardan boshqalarga kasallikning yuqishi oldi olindi. OIF infeksiyasini erta bosqichlarda aniqlashga qaratilgan tadbirlar samaradorligini oshirish maqsadida tibbiyotning birlamchi bo'g'inlariga OIFga tahlil o'tkazish maqsadida markazlashgan holda 40 ming dona tezkor testlar xarid qilinib tarqatildi. OIF infeksiyasini retrovirusga qarshi dori vositalariga chidamli shtammlarini o'z vaqtida aniqlash bilan bog'liq tadqiqot, jumladan test tizimlarini xarid qilish, ushbu tadqiqotga jalb etilgan mutaxassislarni moliyalashtirish uchun global jamg'arma dasturi doirasida jami 110 ming AQSh dollari ajratilishi ta'minlandi. Sohani raqamlashtirish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. OIDSga qarshi kurashish markazlari elektron axborot tizimini modernizatsiya qilinmoqda. Mazkur tizimning yo'lga qo'yilishi bilan aholining OIFga tibbiy tekshiruvdan o'tkazishdan boshlab kasallik aniqlanganda ularga ko'rsatiladigan barcha tibbiy xizmatlar elektron tizim orqali amalga oshirilmoqda. Bunda nafaqat tibbiyot xodimlari, balki OIF bilan yashovchilarga ham bir qator qulayliklar yaratildi. Bunga misol tariqasida OIF bilan yashayotgan shaxs respublikaning qaysi nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga eng yaqin bo'lgan OIDSga qarshi kurashish markaziga yoki yuqumli kasalliklar xonalarida ortiqcha yo'llanma va boshqa hujjatlarni taqdim etmasdan tibbiy xizmatlarni olishlari mumkinligini imkoni yaratildi. Shuningdek, OIF bilan yashovchi shaxslar bilan doimiy muloqot maydonini yaratish maqsadida mobil ilova ishlab chiqish ishlari boshlangan bo'lib, kelgusida bemorlarga masofadan turib tibbiy xizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikda retrovirusga qarshi davolanishga sodiqligi past bo'lgan OIF bilan yashovchi bemorlar, OIDSga qarshi kurashish markaziga kela olmayotgan bemorlar tibbiy, ijtimoiy va psixologik xizmatlar ko'rsatilmoqda. O'tgan yil davomida 30 ming martadan ortiq psixologik yordamlar ko'rsatildi. Aholini OIF infeksiyasi bo'yicha xabardorligini yanada oshirish uchun innovatsion usullar taqdim etilmoqda. OIF infeksiyasi va uning oqibatlari to'g'risida muntazam ravishda targ'ibot ishlarini olib borish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitaga dolzarb mavzularga oid ma'ruza matnlari tayyorlab berildi va respublika masjidlarida imom xatiblar tomonidan OIF infeksiyasini oldini olish bo'yicha suhbatlar o'tkazildi. Shuningdek, havo, temir yo'l, avtotransport vokzallarida va ularni kutish zallarida mavjud axborot yetkazish tizimlari orqali targ'ibot qilish bo'yicha Transport vazirligiga 12 turdagi video materiallar taqdim etilib, joylarda muntazam namoyish etib kelinmoqda. OIF infeksiyasi yuqishi va tarqalishi ehtimoli yuqori bo'lgan guruhlar orasida profilaktik tadbirlar, targ'ibot va tashviqot ishlarini amalga oshirish uchun 8 ta nodavlat notijorat tashkilotlar jalb etildi hamda global jamg'armaning jami 0,55 million AQSh dollariga teng bo'lgan beg'araz texnik ko'mak mablag'lari ajratilishi ta'minlandi.
Kelgusidagi istiqbolli rejalarga to'xtaladigan bo'lsak, 2027-yilga borib OIFni onadan bolaga yuqishni bartaraf etishga erishish, OIDSga qarshi kurashish xizmati, sog'liqni saqlashning boshqa xizmatlarini axborot tizimlari bilan integratsiya, idoralararo axborot almashuvini to'liq raqamlashtirish, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalari asosida OIF infeksiyasi bo'yicha profilaktika, diagnostika, davolash protokollarini doimiy yangilab borish, aholini OIFga tekshirish bilan qamrab olish ko'lamini oshirib borish, OIF ekspress test va o'zini o'zi tekshirish usulini amaliyotga keng joriy etish, migrantlarni OIF infeksiyasiga o'z vaqtida va maqsadli tekshirish, natijador profilaktik dastur mexanizmini yo'lga qo'yish ishlari maqsad qilib belgilangan. Bu kabi tizimli ishlar 2025-yilda ham davom ettiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.